Pensionerlar, bugun men aytadigan gap juda muhim. Sizga pensiya, nafaqa, kompensatsiya, kommunal imtiyoz, bank kartasi, qarz yoki biror yordam puli bo'yicha qog'oz uzatilsa, uni o'qimasdan imzo chekmang. Ayniqsa, qog'ozda roziman, davom yo'q, ixtiyoriy ravishda voz kechaman, pulni oldim, qarzdorlikni tan olaman degan so'zlar bo'lsa, bir daqiqa ham shoshilmang. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nevaralariga va uyida keksa ota-onasi bor hamma insonlarga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamning pulini, pensiyasini va asabini saqlab qoladi. Men ko'p yillik tajribamda bir narsani ko'p ko'raman. Pensionerlarimiz odatda davlat idorasiga, banka, mahalla yoki boshqa tashkilot vakiliga ishonadi. Menga yomonlik qilmasa kerak, shunchaki rasmiyatchilik bo'lsa kerak. Hamma imzo chekyapti-ku deb o'ylaydi. Avvallari ko'p ishlar oddiyroq edi. Pensioner o'z pensiyasini naqd olardi yoki bitta kartaga tushardi. Hujjat kamroq bo'lardi. Qarindoshlar yoki qo'shnilar orqali ma'lumot tez tarqalardi. Ammo hozir hamma narsa elektron tizimga o'tdi. Bank kartalari ko'paydi. Onlayn kreditlar, mikroqarzlar, ishonchnomalar, subsidiyalar, ijtimoiy yordamlar va turli arizalar soni oshdi. Shu o'zgarishning yaxshi tomoni bor. Hujjatlar tezroq yuradi, pul tezroq tushadi, ko'p xizmatlar navbatsiz bajariladi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Bitta imzo bilan odam o'z huquqidan voz kechib qo'yishi, qarzdorlikni tan olishi, boshqa birovga pul olish vakolatini berishi yoki keyinchalik sudda o'zini himoya qila olmay qolishi mumkin. Bugun men aynan qaysi qog'ozlardan ehtiyot bo'lish kerakligini, qaysi holatda imzo qo'yish mumkinligini va qaysi holatda avval tekshirish shartligini oddiy tilda tushuntiraman. Eng birinchi xavfli qog'oz bu pulni oldim, davom yo'q, mazmundagi tilxat yoki ariza. Pensionerga kimdir kelib sizga kompensatsiya chiqdi, mana shu qog'ozga imzo qo'ying, keyin pul tushadi deydi. Qog'ozning pastida esa falon miqdordagi pulni to'liq oldim, hech qanday e'tirozim yo'q deb yozilgan bo'ladi. Pensioner hali pul olmagan bo'lsa ham imzo qo'yadi. Keyin pul berilmaydi yoki kam beriladi. Shikoyat qilsa, unga o'sha imzoli qog'ozni ko'rsatishadi. Siz o'zingiz pulni oldim deb yozgansiz deyishadi. Men bunday holatda eng avvalo shuni maslahat beraman. Pul qo'lingizga tegmaguncha yoki kartangizga tushgani ko'rinmaguncha oldim degan hujjatga imzo chekmang. Ikkinchi xavfli qog'oz bu ixtiyoriy ravishda voz kechaman degan ariza. Bu juda nozik masala. Ba'zan pensionerga sizga bu imtiyoz baribir kerak emas. Bu eski tartib. Shunaqa yo'sak ish tez bitadi deb tushuntirishadi. Lekin arizada men falon to'lovdan, falon nafaqadan, falon imtiyozdan ixtiyoriy ravishda voz kechaman deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday qog'ozga imzo qo'yilsa, keyin odam o'z haqqini qayta tiklash uchun ancha yuguradi. Ayrim hollarda esa yo'qotilgan oylar uchun pulni qaytarib olish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, voz kechaman so'zi bor hujjatni alohida ehtiyotkorlik bilan o'qing. Uchinchi xavfli qog'oz bu qarz. Kafillik yoki garov bilan bog'liq hujjat. Ko'p pensionerlar farzandi, nabirasi yoki tanishi uchun faqat formalnost sizdan pul olmaydi. Bank shunchaki talab qilyapti degan gapga ishonib imzo chekadi. Aslida kafillik degani shuki, asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki kredit tashkiloti pulni kafili bo'lgan pensionerdan talab qilishi mumkin. Pensionerning pensiya kartasidan ushlab qolish, sudga berish, undiruvga chiqarish kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Masalan, nabira 20 million so'm kredit oldi, buyisi kafil bo'ldi. Nabira 2 oy to'ladi, keyin ishidan ayrildi. Bank buyiga murojaat qiladi. Bu men pul olmaganman deydi. Lekin hujjatda buyi kafil sifatida imzo qo'ygan. Mana shu bitta imzo pensionerning bir necha yilgi tinch hayotini buzishi mumkin. 4-xavf bu bank kartasi va hisob raqami bilan bog'liq roziliklar. Hozir ayrim firibgarlar pensionerga telefon qilib yoki uyiga kelib kartangizni yangilab beramiz. Pensiyangiz ko'payishi uchun ariza kerak. Plastik almashtiriladi deb karta raqami, SMS kod yoki imzo so'rashadi. Ba'zan qog'ozda men falon shaxsga o'z nomidan pul yechish huquqini beraman yoki hisobimdan yechimlarga roziman degan jumla bo'ladi. Pensioner buni tushunmasdan imzolasa, keyin hisobdan pul ketishi mumkin. Men aniq aytaman. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga karta PIN kodi berilmaydi. Va hisobdan pul yechish huquqi yozilgan qog'oz faqat notarius, bank xodimi va ishonchli yaqinlar bilan puxta tekshirilgandan keyin ko'rib chiqiladi. Avvalo yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak.
Chunki firibgarlar ko'pincha aynan yolg'iz, farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lgan, hujjatlarni mustaqil yuritadigan keksa insonlarni nishonga oladi. Ular tezroq imzo qo'ying, aks holda pulingiz kuyadi. Bugun oxirgi kun. Buni hech kimga aytmang. Navbatsiz hal qilib beramiz degan bosimdan foydalanadi. Qonuniy ishda odatda odamga hujjatni o'qish, maslahatlashish, nusxa olish imkoniyati beriladi. Agar sizni shoshirsa, bu allaqachon xavf belgisi. Ikkinchi guruh bu savodxonligi pastroq yoki ko'zi yaxshi ko'rmaydigan pensionerlar. Katta yoshda mayda harflarni o'qish qiyin. Yuridik so'zlarni tushunish esa undan ham qiyin. Ba'zi hujjatlarda eng muhim shartlar mayda yozuvlarda bo'ladi. Masalan, xizmat haqi 3% muddatidan oldin bekor qilinsa jarima undiriladi. Mijoz qarzdorlikni tan oladi. Uchinchi, shaxslarga ma'lumot berishga rozilik bildiradi kabi jumlalar katta oqibat keltirishi mumkin. Shuning uchun men pensionerlarga aytaman. Ko'zoynaksiz, shoshilib tik turgan joyda, yo'lakda, eshik oldida imzo qo'ymang. Uchinchi guruh bu yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ko'pchilik yangi pensioner bo'lganda pensiya hujjatlari hali to'liq emas, staj qo'shilmagan, arxivdan ma'lumot kerak. Hisob-kitob keyin to'g'rilanadi degan holatlarga duch keladi. Bu davrda odam ko'p ariza yozadi, turli idoralarga boradi. Ana shu paytda noto'g'ri arizaga imzo qo'yib yuborish xavfi yuqori bo'ladi. Masalan, odamning ish staji 35 yil, lekin tizimda 29 yil ko'rinadi. Unga hozircha shu hisob bilan pensiyani rasmiylashtiramiz, keyin qo'shamiz deyshadi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Lekin arizada menda boshqa ish staji bo'yicha da'vo yo'q degan jumla bo'lsa, bu xavfli. Chunki keyin qo'shimcha stajni isbotlashda muammo chiqishi mumkin. Agar siz hujjatni rasmiy idorada mas'ul xodim ishtirokida pasportingiz tekshirilib, mazmuni tushuntirilgan holda imzolayotgan bo'lsangiz, har bir hujjatdan qo'rqish shart emas. Pensiya tayinlash, qayta hisoblash, bank kartasini ochish, yashash joyi bo'yicha ma'lumot berish kabi oddiy arizalar bo'ladi. Lekin qo'rqish shart emas degani o'qimasdan imzo qo'yish mumkin degani emas. Farq shundaki, qonuniy hujjatda siz nimaga rozilik berayotganingiz aniq ko'rsatiladi. Sizga nusxa beriladi va savol bersangiz javob olish imkoniyati bo'ladi. Masalan, pensioner bankda yangi karta ochyapti. Bank shartnomasida karta xizmat ko'rsatish shartlari, SMS xabarnoma narxi, karta muddati. Yo'qolsa nima qilish kerakligi yoziladi. Buni o'qib, tushunib imzolash mumkin. Lekin bankdan tashqarida bir odam kartangizni olib beraman, mana shu qog'ozga imzo qo'ying desa, bu boshqa holat. Yoki pensioner pensiya jamg'armasi bo'limida ish stajini qo'shish uchun ariza yozsa, bu normal. Ammo begona odam pensiyangizni oshirib beraman, oldindan vakolatnoma bering desa, bunday vaziyatda to'xtash kerak. Birinchi misol. 68 yoshli otaxon kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya olishni aytishgan. Unga mahallada bir qog'oz berishgan. Imzo qo'ysangiz pulingiz chiqadi deyishgan. Otaxon imzo qo'ygan. Keyin bilsa, qog'ozda kompensatsiyani naqd oldim degan jumla bor ekan. Pul esa unga berilmagan. Endi u isbotlashga majbur. Haqiqatan pul olmaganini, imzo qo'ygan paytda matnni tushunmaganini, unga noto'g'ri tushuntirilganini ko'rsatishi kerak. Agar u o'sha payt pul qayerda, kartaga tushganini ko'rsatib bering, hujjat nusxasini bering deganida muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol, 72 yoshli ona qiziga yordam bermoqchi bo'lib, mikroqarzga kafil bo'lgan. Qiz oyiga 600 ming so'mdan to'layman, sizga aloqasi yo'q degan. 3 oy o'tgach qiz to'lay olmagan. Qarzdorlik jarima bilan 9 million so'mdan 13 million so'mga chiqqan. Tashkilot onaning pensiya kartasiga nisbatan undirib boshlagan. Ona men pul olmaganman deb yig'lagan. Lekin kafil sifatida imzo bor. Men bu misolni shuning uchun aytyapman. Qarz hujjatida imzo qo'yish faqat yordam emas. Bu yuridik majburiyat. Uchinchi misol, yangi pensioner bo'lgan ayolning 7 yillik ish staji arxivda topilmagan. Unga hozir shu holatda pensiya tayinlaymiz, keyin topilsa qo'shiladi deyishgan. Bu to'g'ri tartib bo'lishi mumkin. Lekin unga berilgan arizada boshqa hujjatlarim yo'q, staj bo'yicha e'tirozim yo'q degan gap bo'lgan. Ayol imzo qo'ymay avval farzandiga ko'rsatgan. Farzandi arizani qayta yozdirgan. Mavjud hujjatlar asosida vaqtincha pensiya tayinlab berishingizni, qo'shimcha staj hujjatlari topilganda qayta hisoblashni so'rayman deb yozilgan. Mana shu farq juda katta. Birinchi matn huquqni susaytiradi. Ikkinchi matn esa huquqni saqlab qoladi. To'rtinchi misol, bir pensionerga telefon qilib, pensiyangizga ustama chiqdi, tasdiqlash uchun kod ayting deyishgan. U SMS kodini aytgan. Keyin bank kartasidan pul yechilgan.
Bu yerda qog'oz bo'lmagan, lekin mazmun bir xil. Odam o'z roziligini bilmasdan bergan. Shuning uchun men qog'oz haqida gapirayotgan bo'lsam ham, asl qo'yda kengroq. Imzo, kod, barmoq izi, telefon orqali tasdiq. Hammasi yuridik yoki moliyaviy oqibat keltirishi mumkin. Men pensionerlarga doim quyidagi so'zlarni ko'rsa, to'xtashni maslahat beraman, voz kechaman, davom yo'q, e'tirozim yo'q. To'liq oldim. Qarzdorlikni tan olaman. Undiruvga roziman. Uchinchi shaxsga vakolat beraman, kafil bo'laman, garovga qo'yaman. Hisobimdan yetishga roziman, ma'lumotlarimdan foydalanishga roziman. Bu so'zlarning hammasi yomon degani emas. Ba'zan qonuniy hujjatda ham shunday iboralar bo'ladi. Lekin aynan shu so'zlar bor joyda hujjatni 2 marta o'qish, tushunmagan joyini so'rash, imkon bo'lsa huquqshunosga yoki ishonchli yaqin kishiga ko'rsatish kerak. Ayniqsa bo'sh joylari bor hujjatga imzo qo'ymang. Masalan, sana yozilmagan, summa bo'sh qoldirilgan, kimga berilgani ko'rsatilmagan. Pastida sizning imzongiz uchun joy bor. Bunday qog'oz keyin to'ldirilishi mumkin. Siz 5000 so'm deb o'ylagansiz. Keyin 5 million so'm yozilib qolishi xavfi bor. Hujjatda hamma summa raqam bilan ham, so'z bilan ham aniq yozilishi kerak. Masalan, 1500 million so'm yonida 1 million 500 ming so'm deb ko'rsatilgani yaxshi. Sana, ism, familiya, pasport ma'lumoti, tashkilot nomi aniq bo'lishi kerak. Ba'zi holatlarda davom yo'q degan jumla xavfli bo'lmasligi mumkin. Masalan, siz bankdan kartangizni oldingiz, karta konverti yopiq, shartlar tushuntirildi. Siz faqat kartani qabul qilganingizni tasdiqlayapsiz. Yoki siz bir martalik moddiy yordamni haqiqatan oldingiz, summa to'g'ri, pul kartangizga tushdi. Hujjatda aynan shu to'lov haqida yozilgan. Bunday holatda imzo qo'yish mumkin. Lekin umumiy, mavhum, aniq summasiz hamma to'lovlar bo'yicha davom yo'q degan jumla xavfli. Yana bir nozik nuqta, ayrim hujjatlar elektron shaklda bo'ladi. Telefoningizga kod keldi, ayting, planshetda barmog'ingizni bosing. Ekranda imzo qo'ying deyishadi. Ko'pchilik elektron imzoni oddiy rasmiyatchilik deb o'ylaydi. Aslida elektron tasdiq ham kuchga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ekranda nima yozilganini ko'rmasdan qayerga barmoq bosyapman? Qaysi arizani tasdiqlayapman? Menga nusxasi beriladimi deb so'rash kerak. Yana bir muhim masala notarial ishonchnoma. Ba'zan pensioner farzandiga yoki qarindoshiga pensiyani olish, hujjat topshirish, uy joy masalasini yuritish uchun ishonchnoma beradi. Ishonchnoma ham turlicha bo'ladi. Faqat hujjat topshirish huquqi boshqa, pul olish huquqi boshqa, uy sotish huquqi esa butunlay boshqa masala. Agar siz faqat pensiya bo'limiga hujjat topshirish uchun vakolat bermoqchi bo'lsangiz, ishonchnomada uy joyini sotish, bank hisobidan pul olish, kredit olish, garov qo'yish kabi keng vakolatlar bo'lmasligi kerak. Notarius oldida matn ovoz chiqarib o'qitishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Birinchi qadam, har qanday hujjatni to'liq o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, menga ovoz chiqarib o'qib bering deng. Agar xodim shoshirsa, men hujjatni tushunib imzo qo'yishim kerak deb ayting. Bu odobsizlik emas, bu ehtiyotkorlik. Ikkinchi qadam, hujjat nusxasini oling. Qog'oz ko'rinishida bo'lsa, suratga olib qo'ying yoki nusxa so'rang. Elektron bo'lsa, SMS, ilova yoki qog'oz chek orqali tasdiq so'rang. Keyin muammo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Ko'p odamlar aynan nusxa olmagani uchun keyin nima imzolagani eslay olmaydi. Uchinchi qadam, xavfli so'zlarni tekshiring. Voz kechaman. Oldim, davom yo'q, kafil, qarzdorlik, undiruv, vakolat hisobdan yetish so'zlari bor bo'lsa, imzo qo'yishdan oldin to'xtang. Bu hujjatni kamida bir ishonchli odamga ko'rsating. To'rtinchi qadam. Pul masalasida avval faktni tekshiring. Pul kartaga tushdimi? Bank ilovasida ko'rindimi? Bankomatdan meni chek oldingizmi? SMS keldimi? Shundan keyin oldim degan joyga imzo qo'yish mumkin. Agar pul hali tushmagan bo'lsa, hujjat matnini pul tushganidan so'ng tasdiqlayman deb o'zgartirishni so'rang yoki umuman imzo qo'ymang. 5-qadam, qarz va kafillikda hech qachon hissiyot bilan qaror qilmang. Farzandingiz bo'lsa ham, nabirangiz bo'lsa ham. Kredit hujjatini o'qing. Oylik to'lov qancha, umumiy qaytariladigan summa qancha, kechiksa jarima qancha, sizning javobgarligingiz qayergacha, pensiyangizdan ushlanishi mumkinmi, bularni so'rang. Agar javob aniq bo'lmasa, imzo qo'ymang. 6-qadam, shubhali holatda rasmiy joyga murojaat qiling. Pensiya bo'yicha savol bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Bank kartasi bo'yicha savol bo'lsa, bankning rasmiy filialiga boring yoki kartaning orqasidagi rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling.
mahalla orqali yordam bo'lsa, mahalla raisi yoki mas'ul xodimdan hujjatning asosini so'rang. Kredit bo'yicha savol bo'lsa, shartnomani uyga olib kelib farzandingiz yoki huquqshunos bilan o'qing. 7-qadam, agar allaqachon imzo qo'yib yuborgan bo'lsangiz, kechiktirmang. Darhol hujjat nusxasini talab qiling. Bank bo'lsa yozma ariza bering. Men falon sanada imzolagan hujjat nusxasini berishingizni so'rayman deb. Pensiya yoki ijtimoiy yordam bo'lsa, tegishli idoraga yozma murojaat qiling. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada bo'lgan sanasi, joyi, kim kelgani, nima degani, qaysi hujjat imzolangani, qancha pul haqida gap ketgani aniq yozilsin. 8-qadam, oila ichida oddiy qo'yda joriy qiling. Keksa ota-onangizga ayting. Onajon, otajon, hech qanday qarz karta, pensiya, uy-joy, kompensatsiya qog'oziga bizga ko'rsatmasdan imzo qo'ymang. Bu ularni nazorat qilish emas, ularni himoya qilish. Pensionerning o'zi ham farzandlariga aytish kerak. Menga biror hujjat olib kelishsa, sizlarga ko'rsataman. Birgina telefon qo'ng'irog'i katta muammoning oldini oladi. Agar sizga pensiyani qayta hisoblash kerak bo'lsa, arizada huquqingizni saqlaydigan mazmun bo'lsin. Masalan, mening ish stajim va ish haqim bo'yicha qo'shimcha hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni inobatga olib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar hujjatlaringiz hali to'liq bo'lmasa, qo'shimcha hujjatlar taqdim etilganda qayta ko'rib chiqishni so'rayman degan jumla bo'lishi foydali. Davom yo'q degan umumiy ibora o'rniga aniq holat yozilsin. Agar siz pul olganingizni tasdiqlayotgan bo'lsangiz, aniq summa, sana va to'lov turi yozilsin. Masalan, 2025 yil falon sanada falon turdagi to'lov bo'yicha 200 ming so'm oldim degan mazmun aniqroq. Lekin barcha to'lovlar bo'yicha davom yo'q degan keng jumla sizga zarar keltirishi mumkin. Chunki u boshqa masalalarni ham yopib qo'yish ehtimoli bor. Agar siz vakolatnoma berayotgan bo'lsangiz, vakolat doirasi to'g'ri va aniq bo'lsin. Faqat falon idoraga hujjat topshirish va javob olish uchun degan vakolat bir narsa. Mening nomimdan barcha ishlarni bajarish, pul olish, shartnoma tuzish, mulkni tasarruf etish degan keng vakolat butunlay boshqa narsa. Men har doim to'g'ri vakolat tarafdoriman, chunki kerak bo'lmagan vakolatni berish xavfini oshiradi. Bugungi asosiy gapim shuki, pensionerlar, sizga uzatilgan har qanday qog'oz oddiy qog'oz bo'lmasligi mumkin. Undagi bitta roziman so'zi, bitta voz kechaman jumlasi, bitta pulni oldim degan ibora keyinchalik pensiyangizga, imtiyozingizga, bank kartangizga yoki qarzdorlik masalasiga ta'sir qilishi mumkin. Imzo qo'yishdan oldin o'qing, tushunmagan joyingizni so'rang, nusxa oling, yaqinlaringizga ko'rsating, pul tushmagan bo'lsa oldim deb yozmang. Qarz va kafillik hujjatiga esa 2 barobar ehtiyot bo'ling. Men buni qo'rqitish uchun emas, sizni himoya qilish uchun aytyapman. Qonuniy hujjatdan qochish kerak emas, lekin tushunilmagan hujjatga imzo qo'yish kerak emas. O'z haqingizni bilsangiz, hech kim sizni shoshirib, aldab yoki rasmiyatchilik deb zararli qog'ozga imzo qo'ydira olmaydi. Sizningcha pensionerlar eng ko'p qaysi hujjatda adashadi? Pensiya arizasidami, bank kartasidami? Kredit kafilligimi yoki kompensatsiya qog'ozlaridami? Fikringizni izohlarda yozing. Videoni like qiling, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga albatta yetkazing.